Keling bugun hammasini ochiqchasiga gapirishamiz. Mana tradingni boshlaganingizga qancha vaqt bo'ldi? 1 yil, 2 yil, balkim 3 yil bo'lgandir. Lekin hali ham natija yo'q. Ya'ni siz kutgan natija haligacha ham boshlangani yo'q, to'g'rimi? Agar natija bo'lganda bu videoni ko'rayotgan bo'lmasdingiz. Hozir siz nima deb o'ylayapsiz? Menga bitta zo'r strategiya yetishmayapti. Bitta yaxshiroq indikator topsam yaxshi bo'lardi, hammasi o'zgarib ketadi deb o'zingizni o'zingiz aldayapsiz. Lekin keling mana o'zingizni aldamangda bitta savol beraman. Masalan, stop loss qo'yish kerakligini bilasizmi? Bilasiz. Lekin qo'ymaysiz, to'g'rimi? Riskni oshirish kerak emasligini-chi? Buni ham bilasiz. Lekin nimaga monitorning oldiga o'tirgan paytingiz hammasini teskarisini qilasiz? Gap strategiyada emas. Gap mana bu yoqda. Sen hali ham o'zingni boshqarishni o'rganganing yo'q. Shunchaki nimaga aqlli odam tradingda o'zini yo'qotib qo'yish haqida gaplashamiz. Nimaga bilgan narsasini qilishga kelganda qo'l qaltirab qoladi. Nimaga bitta minusdan keyin o'zini bosar tusarini topa olmay o'zini yo'qotib qo'yadi. Videoni oxirida men sizlarga bitta test beraman. Shu testni qilganingizdan keyin aslida kimligingiz aniq ko'rinadi. Agar tradingda rostdan ham pul topmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bitta misol keltiraman. Ertalab soat 6 da turib yugurishga chiqish hamma biladi. Bu foydali narsa. Lekin soat 6 bo'lib, budilnik jiringlagan paytda hamma o'rnidan tura olmasdan yotib dal shu uxlayveradi. Nimaga? Chunki bilish boshqa narsa, uni bajarishga kuch topish bu butunlay boshqa narsa. Trading ham xuddi shunaqa. Grafikni chizish, texanaliz deymiz hamma texnik narsalarni o'rganib olsa bo'ladi. Lekin minusga kelganda o'sha minusni erkakga o'xshab qabul qilish, savdoni to'xtatish ko'pchilikning irodasi уже yetmay qoladi. Minusni ko'rdingizmi, miyangizda bitta signal yonadi, xuddiki pulingiz emas, joningizni tikib olgandek tuyuladi sizga. Shunda ichingizdan bitta ovoz chiqadi. Hozir riskni oshirsang agar hammasini qaytarib olasan, keyin savdoni to'xtatib dam olasan. Siz mana shu yolg'onga ishonasiz. Bor budingizni tikasda mana shu sizni demak eng katta xatoingiz bo'ladi. Buni ilmiyroq qilib tushuntiraman, lekin qiyin so'zlasiz. Miyada bitta signalizatsiya bor deb tasavvur qilaylik. Savdoda minusga kirgan paytingiz o'sha signalizatsiya ishga tushadi. O'sha payt sani mantiqiy, biliming, strategiyang hammasi xuddi 1 soniyaning ichida o'chib qoladi. Sen faqat bitta narsani o'ylaysan. Nima bo'lsa ham pulimni qaytarishim kerak. Bu payt ichingda stress, hayajon kuchaygan bo'ladi. Siz o'zingizni boshqara olmay qolasiz. Miyangiz shunaqa qizib ketadiki, nima qilayotganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Xuddiki avtopilot rejimi yonib qolgandek. Faqat knopkani bosib hech qanaqa planlasiz, savdoni davom ettirasiz, savdodan chiqib hisobingiz 0 bo'lgandan keyingina hamma narsa joyiga tushadi, ko'zingiz ochiladi. Nimaga bunaqa qildim deysiz, to'g'rimi? Professional trader mana shu miya qizib ketgan paytida, minusli bo'lgan paytda hamma narsa chalkashib ketganda o'zini to'xtata oladigan, o'sha stressdan ustun keladigan odam. Tasavvur qiling, depozitingizda $1000 pulingiz bor. Har savdoda 1%, ya'ni $10 risk qo'yasiz. Bitta savdo minus bo'ldi, mayli. Ikkinchi savdo ham minus bo'ldi. Birazgina asabingiz buziladi. Uchinchi savdoga kirishda ichingizda bitta ovoz uyg'onadi-da, shuncha minus qilganing yetadi endi. Hozir mana shu bitta shag'amchada deymizmi yoki signalda deymizmi, hammasini yopib olasan u dam olasan deydi. Siz $100 tikasiz, yana minus, keyin jahl ustida $300 tikasiz, tamom. 1 soatning ichida 1 oylik foydangizni havoga uchirib yuborasiz. Bozor o'zgarmadi, o'sha grafik. Faqat siz o'zingizni yo'qotib qo'ydingiz. Mana shu bilganini qila olmaslikning narxi. Siz mantiq bilan emas, g'azab bilan ish qildingiz hozir, ya'ni emotsiyalarda. Keling, yana bitta narsani tushunib olaylik. Ko'pchilik tradingni o'yin deb qaraydi. Xuddi telefonda o'yin o'ynayotgandek. Bir marta yutqizsa, sirazi kirib restart degan knopka bor, restartni bosib boshqatdan boshlaydi. Lekin bu o'yin emas. Bu sani hayoting, bu sani puling. Professional odam tradingga ish deb qaraydi, ya'ni kasb deb qaraydi. U har bitta tiyinini hisoblaydi. Havaskor esa omadga ishonib ishlaydi. Tradingda omad kelsa degan gap yo'q. Agar sen omadga tayanib ishlayotgan bo'lsang, demak sen biznesmen emas, sen prosta qimorbozsan. Sen shunchaki tradingni zerikarli biznes deb qabul qilsang agar,
o'shanda o'sishni boshlaysan. Tasavvur qiling, shu holatda davom etsangiz nima bo'ladi? 1 yil o'tadi. Yana yangi kurs, yangi ustoz, yangi dars, yangi strategiya, lekin natija 0. 3 yil o'tadi. Siz hali ham o'yinda o'tayotgan bo'lasiz. Aslida bitta joyda turibsiz. Eng og'iri vaqtni yo'qotish va o'yin zalida o'tganingizni bilib turib to'xtata olmaslik. Agar bugun o'zingizga bo'ldi, yetadi demasangiz, 5 yildan keyin ham hozirgi joyingizda o'tirgan bo'lasiz. Shuni xohlaysizmi? Xo'sh, va'da qilingan testimga keldik. Hozir o'zingizga javob bering. Oxirgi marta stopingiz urilganda nima qildingiz? A variant: terminalni yopdingiz. B variant: darrov qaytarishim kerak deb yana savdoga kirdingiz va stopni surdingiz. Hop, ikkinchi savol. Savdoga kirishdan oldin nima deb o'yladingiz? A: tizim bo'yicha kiryapman. B variant: demak, hozir kirmasam qolib ketaman, ya'ni bu FOMO bo'ladi. Uchinchi savol. Bozorda signal yo'q, lekin siz 3 soatdan beri o'tiribsiz. Nima qilasiz? A variant: demak, kompyuterni o'chirib dam olasiz. B varianti: bitta kiruvchi deb majburlab signal qidirasiz yo'q joydan. Agar bittagina bo'lsa ham B javobingiz bo'lsa, o'zingiz aldamay, siz hali trader emassiz. Siz hali ham o'yin ichidasiz, o'ynab yuribsiz. Bu dushmaningizni tanib olish uchun birinchi qadam. Xo'p, nima qilish kerak desanglar, agar qoidalarni qog'ozga yozinglar. Minus bo'ldimi, terminalni sirazi yoping. Ertaga savdo kirishdan oldin yozib qo'ying. Agar hozir qoidani buzsam, sistemadan chiqsam, demak, o'zimni kelajagimga minus keltirayotgan bo'laman deb yozib qo'yasiz. Bozor sizni sindirmaydi. Siz o'zingizni sindirib qo'yasiz. Kommentariyada yozing, sizni eng ko'p nima yo'ldan uradi? Ochko'zlikmi yoki jahlmi? Ya'ni emotsiyalarmi? Xullas, o'rtoqlar, gap qisqasi shu. Agar mana shu bugungi gaplarim sizlarga ozgina bo'lsa ham foyda bergan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu men uchun motivatsiya, sizlarga esa doimiy foydali kontent bo'ladi. Lekin eng asosiysi Telegram kanalim. Telegramda har kuni kadr ortida nimalar bo'layotgani, o'zimni real savdolarim, ideyalarim va xatolarimni ham ko'rsatib boraman. Haqiqiy treyderlik hayoti o'sha yerda bo'ladi. Linkini opisaniyada qoldiraman. Sog' bo'linglar. Ertaga bozorda faqat mantiq bilan ish qilinglar. Ko'rishguncha.